Do'stlar, hammamiz bilamiz, Minecraft bo'yicha juda ham ko'p odamlar kontent qiladi. Lekin ora-orada bu kontentlar orasida aldoqchisi ham yoki haqiqati ham chiqib qoladi. Lekin sizlar eshitganmisizlar? Minecraftda arvoh. Do'stlar, men nima uchun Minecraftda arvoh deyapman? Chunki men sizlarga hozir ko'rsatadigan kadrimda men o'zimda bo'lib o'tgan voqea. Ko'ring. Ammo zombi bir remastered bor, shu xofiram o'chib qolgani g'alati bo'ldi-da. Sakrama kreatsiz yurma, kriza bo'lsa. Mana jitillarda mana jitil yo'qmi? Ichkarni qarang, ichkarni balkim chiqadi. Jitil. Yo'q. Rosa jitil yo'q. Uning narsalar bo'lmas. Hozir. O aka, hozir ketamiz. Qotirib ketdi. Birovni videosidan yaxshi emas-a? O'zi. Qo'ydir qani, alo qarang.